Hamshira Testqarol bozor kanalida oliy toifa og'zaki savoliga javob. Yurak poroklari bilan kasallangan bemorlar reabilitatsiyasi, turlari, bosqichlari va parhez stoli to'g'risida. Yurak poroklari yurakning anatomik tuzilishidagi turg'un nuqson, kamchilik va o'zgarishlar normal qon oqimiga xalaqit beradi. Tug'ma va orttirilgan yurak paroklari farq qilinadi. Tug'ma yurak paroklari homila yuragi va yurak yirik tomirlarining embrional rivojlanish davrida noto'g'ri shakllanishi natijasida ro'y beradi. Homiladorlikning ilk davrida ona organizmining zaharlanishi, ba'zi kasalliklar bilan og'rishi, ionlovchi nurlarning biologik ta'siri, irsiy kasalliklar sabab bo'ladi. Go'daklik davrida yurak tomir sistemasining to'la rivojlanmay qolishi ham yurak paroklariga kiradi. Tug'ma yurak paroklarini ikkita guruhga bo'lsak bo'ladi. Birinchi guruh kichik qon aylanish doirasida qon aylanishi miqdorining kamayib ketishi bilan kechadigan paroklar. Bular ko'k paroklar ham deyiladi. Ikkinchi guruh kichik qon aylanish doirasida qon aylanishi miqdorining oshib ketishi oqibatida kechadigan paroklar.